Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gajırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 5. ayının 17. günü hürmetli vatandaş. Vaziyetten gep kıladigan bolsak, hürmetli vatandaşım, acayip işler. Mesela Kaliforniyada Tayvanliklarning diniy jamiyati de bir qatimliq o'tkazilgan yig'inda yoki uchrashishda bir nafar jungo'liq yoki asl Tayvanda tug'ilib jungo'ga sotilgan, jasuslikqa sotilgan deymiz biz shunaqlarda. Bir nafar jungo'liq bu jamiyatga, diniy jamiyatga o'q chiqadi. Qanday bo'lib ketyapti dunyo, ko'rdingizmi vatandoshlar? Biz dedik, başta Xitay Kompartiyasi g'aljirlashdi. G'aljirlashdan avval uning chet eldagi jasuslik faoliyati g'aljirlashdi, dedik vatandosh. Hozir mana shunaqa munosabatlik leksiyalarni vatandoshlarga topshiramiz. Mavzumunda vatandosh. Kaliforniyada Tayvan dindoshlar jamiyatiga qurolli hujum qilgan jungo'liq siyasi maqsadga ega edi. Mavzuda xabar 5. ayning 16. günü Amerika ovozida kelgan jungo'ga nazar torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kaliforniyada qonun ijro qiluvchi doiralar 5. ayning 16. günü mundaq ko'rsatdi. 5. ayının 15. günü Kaliforniyada Tayvanliklar dindoshlar jamiyatida bir nafar doktor etib o'ldirildi. O'q bilan yaralandirilgan 5 nafar kishi jungodan Amerikaga ko'chman bo'lib kelib, Amerikaga yerlashgan jungoliklar edi. O'q chiqarguvchi Tayvanliklarni o'chko'ratdi. Qurol ko'targan, qo'lida zanjiri va ko'p miqdorda ichidan yanadigan potolka elib kelgan edi. Las Vegasdan mashina haydab Kaliforniyaga kelib, Kaliforniyada diniy jamiyatga qotillik qildi. Kaliforniyada qonun ijro qiluvchi organlar mundaq dedi. Qotillik qiluvchi David Cho 68 yoshli kishi edi. Ko'plagan matbuotlar bu qotilning butun ismini e'lon qildi. Butun ismi Jovenvi edi. Kaliforniya amallik amaldori Dan Barnes haftaning 1. kuni mundaq ko'rsatdi. O'q etilganda 40 nafar diniy jamiyat a'zolari diniy jamiyatga to'plashib, pensiyaga chiqqan bir nafar popning sharafiga ziyofat uyushtirgan edi. Bu gumonli qotil zanjiri bilan ishli zanjirlab, ondan o'q etib qotillik qildi. Amaldori Dan Barnes mundaq dedi. Bu bir qatimliq siyosiy moddan o'chmanlikni asos qilgan voqeadir. Amaldori Barnes yana mundaq ko'rsatdi. Dastlabki faktlar oshkorlandiki, gumonli qotil Tayvan bilan jungo o'rtasidagi jiddiy munosabatlardan norozi bo'lgan. Dan Barnes amallik amaldori Dan Barnes yana mundaq ko'rsatdi. Gumonli qotil Amerikada uzun yil yashagan. Amerikaning ko'p yerlari ko'chib yurgan. Las Vegasda hatto jamiyat amalligi xizmatini ishlagan. Dan Barnes amallik amaldori yana mundaq ko'rsatdi. Navbatda tushunishimizga qaraganda gumonli qotilning diniy jamiyat va din jamiyat a'zolari bilan hech qanday aloqasi yo'q. Hozir tekshirish davomlashyapti. Bu Tayvan xalqini o'chko'rdi. Jungo Tayvan o'rtasidagi vaziyatdan norozi.
Bugungi bir xabarda bu asl Tayvanda tug'ilib o'sgan Xitoy ekan. Kompartiyaning pulini xarjlayotgandaga. Amerikada federal tekshirish idorasi dal hozir bu deloni o'chmanlik muddaolari asosidagi jinoyat sodir qilish bo'yicha tekshirmoqda.